O'rtoqlar, sevgi shahri bo'lmish Parijdan hammaga alangali salom va bugungi loyihamizni noodatiy ravishda haqiqiy fransuzlardek fransuzcha novvoyxonadan boshlaymiz. Qani, tayyor bo'lsanglar, ketdik. Novvoyxonadan topib oldim. Chaud. Merci. Hozir sizlar bilan baget yeymiz, kofe ichamiz, kruassan bilan. Albatta kruassansiz fransuzcha zavtrik bo'lmaydi. Va biroz qaymog'i ham bo'ladi. Okay, yeah. What would you like? Which coffee would you like? Cappuccino, yeah. One cappuccino? 2 cappuccino for okay. 2 cappuccino, yeah. Baguette, croissant. One baguette, one croissant. 2 baguette, 1 1 baguette, 2 croissant. Cappuccino, 2. Okay, and what do you have? Okay. It's okay, maybe. 2 croissants, 1 baguette, and 2 cappuccino. Uh-huh. Would you like some sugar with your cappuccino? Yes. Okay. How many would you like? Middle, okay? It's you. You tell me how many you want. 2. 2, okay. Okay. You need a bag. You can go there. Can you add and 1 baguette, please? You want a second one? Yes. You want 2 traditional baguettes? Okay. 12 euro and 40 cents. And you have a better, yeah, maybe? No, sorry. But you have a shop right here where you can buy some butter. Oh, Okay? okay. It's okay? And You can go. It's okay. It's okay for you? 2 croissants, 2 baguettes, 2 coffee. Yes. It's okay for you. You can go. Thank you. Your cappuccinos? I think your contactless is not working. I'm sorry. No. Perfect. Okay. Thank you. Thank you for You need your you. receipt? Thank you. You need your receipt? No, thank you. Thank you. Salut, ça va? Oui, ça va. Mais est-ce que je les tranche? Pas. O'tiradigan joyi yo'qmi? Shunaqa deysanmi? Qani, anuni olgin. Mashina tursak ham bo'ladi, lekin. Can you help me, please? Oh, bonjour. Merci. Bitta o'tiradigan joy bormi deymanda. Demak, fransuzcha zavtrigimizni oldik, endi joy topib o'tirib zavtrik qilamiz. O'rtoq, qayerda joy bor ekan? Mana birinchi marta kelishim. Bonjour. Can I sit here for 5 minutes? Can I sit here for 5 minutes? Okay, thank you. Счет нормальный? Xo'p. Baget. Haqiqiy fransuzcha. Croissant. Coffee. Haqiqiy fransuzcha croissant. O'rtoqlar. Xo'p, buni betga qo'yamiz. No, xullas. Biz zavtrikni boshladik.
O'rtoqlar, bu joyni sizlarga hech qaysi bloger, youtuber ko'rsatmagan. Bu kamdan kam odam tomonidan ko'rsatiladigan nuqta va Parijda eng yuqori nuqtasi. Bu yerda Parij kaftdek ko'rinadi va biz hozir sizlarga shu joyni ko'rsatamiz. Ketdik. Bizda juda katta bir zadacha bor. Nechtadir zina borda, mana shu zinadan chiqishimiz kerak. Oldimizda bitta katta topshiriq bor. Juda baland zinadan chiqishimiz kerak. Nechtadir zina. Amakilarning chiqishini billarini ushlab olib ketishyapti. Qaragan chog'da divanda yotib, ko'k choyda ichib o'tirmaydim. To'g'rimi? Bu o'zini oqlaydi, shuncha mehnatni, shuncha qadam bosib o'tganimizni oqlaydi. Ishdan kelyapmiz. Bu balandlik albatta ko'rganda oson tuyulishi mumkin, lekin realni qiyin va kuch, mashaqqat talab qiladi. Endi sizlarga o'sha go'zal manzarani, ya'ni kaftdek Parijni hozir ko'rsatamiz. Ketdi. O'rtoqlar, demak biz Parijda Eyfeldan keyingi o'rinda turadigan eng baland maydondamiz. Ya'ni bu Sacré-Cœur bazilikasi deb ataladi va orqada turgan bino aynan mana shu bazilika hisoblanadi va bu 40 yil davomida qurilgan va materiali travertin toshdan foydalangan, chunki quyoshda o'zgacha oq rang hosil qiladi. Va bu yerga yiliga millionlab odamlar ataydan mana shu binoni ko'rgani, Parijni yuqoridan ko'rgani tashrif buyurishadi. €1 to'ladik Parijga yuqoridan yaqinroq ko'rish uchun. Qani? Yo, men ko'rishni bilmayapman. Yo. Endi biz keyingi lokatsiyaga yo'l oldik. Xudo xolasa, u lokatsiya ham sizlarga yoqadi degan umiddaman. Hozir borib ko'rsatamiz albatta va biz yana mana shu zinadan tushishimiz kerak bo'ladi. Bizga sabr tilaylar. O'rtoqlar, hozir suv olgani kirgandik, bir ma'lumot kelib qoldi. Aynan bu oddiy gazlangan suv, limonli gazlangan suv va mana shu gazlangan suv birinchi bo'lib Fransiyada ixtiro qilingan. Ya'ni gazli ichimliklar, aynan mineral ichimliklar birinchi bo'lib Fransiyadan chiqishni boshlagan. O'rtoqlar, Mike Tyson bilan urushgan bolani suvi, mana shu suvni ishlab chiqarishadi. Juda mashhur suv, juda ko'plab influencerlar, mashhur odamlarga reklama beradi. Hop, bitta turli xildan bor ekan. Mashina hozir mashina ko'rdim. Olib, ichib ko'ramiz, tatib ko'ramiz. Joyda ichib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtoqlar, yaxshi suv ekan. Tavsiya qilaman. Ko'rsanglar, ichib ko'ringlar.
Yomon emas. Bizda yo'qdan yangilik bo'ldi. Mana mahsulotdagi o'rtoqlar mana shu mahsulotlarni sotib oldik. Bizga bu 20 yevroga tushdi, ya'ni 350 mingga tushdi. Taxminan hisobda. Ha, bizga har doimgidek yana Ipak yo'li bankining imkoniyatlar viza kartasi hamrohlik qiladi va yordam beradi o'rtoqlar. Mana shu kartani olsanglar sizlarga katta konkursim bor. Information requise. Tiket kerak bizga. Bir 1861-yil Fransiya imperatori Napoleon 3 tanlov e'lon qildi va ushbu tanlovda 177 nafar mashhur me'morlar ishtirok etdi. Va ularning ichidan 35 yoshli Charles Garnier ismli me'mor g'olib chiqdi. Orqamda turgan bino esa ushbu me'morning eng mashhur ishlaridan biri Opera de Paris hisoblanadi. Demak, biz Parijning eng mashhur va odam gavjum bo'ladigan ko'chasiga yetib keldik va bu yerda 1893-yilda qurilgan mashhur va Parijdagi eng katta mollardan bittasi joylashgan, ya'ni uning nomi Lafayette galereyasi deb ataladi va biz sizlar bilan hozir ichkariga kiramiz va u yerdan eng zo'r narsasi o'rtoqlar, tomidan juda chiroyli vid ochiladi. Kutinglar. Achkilan qara. Bonjour. Merci. Mana qara, hidini qara. Orada bu do'kon qanaqa do'kon bilasanmi? Ana bizda Toshkentda ko'chada intervyu olishadi, kiyimingizni ish qildingiz, qizlardan. Mana 800 dollar, shunaqa deydi. O'sha qizlar do'konida. O'rtoqlar, biz galereyani birinchi qismidan ikkinchi qismiga o'tish joyidamiz. Bu juda katta galereyalik uchun ikkita tomonlama bog'langan va hozir bir maydonni ko'rsataman. O'sha yerda dunyoning eng katta arshlaridan bittasi aynan mana shu binoning ichida o'rnatiladi. Har yili yangi yil. Endi Lafayette galereyasining asosiy qismiga keldik. Ataga bir necha soniya va biz o'sha yerda bo'lamiz. Bu yoqda ekan.
Ovozlar eshitilyapti o'zi. Voy, yana bitta bor ekan. Voy. Doğru. Chiqish xati. Endi oz qoldi rostagamiga o'rtoqlar. Hozir meni tayyor bo'lsanglar, biz boshlaymiz. Nega o'zing tayyormisan? O'zing tayyormisan? Oy, Eyfel. Ha, Eyfelni eng zo'r ko'rinadigan joyi mana masjidda. Prям qaranglar, kelinglar. Bunday o'tam. Men ko'rib, sen ko'rmaysan. Yo'q, Demak o'rtoqlar, va nihoyat biz Lafayette galereyasining tom qismiga chiqdik va bu yerdan butun Parij hamda qo'shimchasiga desertiga desak ham bo'ladi, Eyfel minorasi ham yaqqol ko'rinib turadi. Ana endi o'rtoqlar obed qolamiz. Obedga bo'lsa sizlarni hindcha joyga olib boraman. Undan keyin bo'lsa Parijni boshqa tomonlama sizlarga ochib berishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, biz yetib keldik va mana bizning bugungi obedimiz bu hindcha americano va bu hindcha kebab deyiladi. Bizga yoqimli ishtaha ochilib ketgan bo'lsa, endi kechirasizlar. Ichida kotleti hamda siri bor va albatta bu halol hisoblanadi o'rtoqlar. O'rtoqlar, Napoleon Bonaparte tomonidan qurdirilgan g'alaba arkasi ostidamizda. Bu yerda hozir parad bo'lib o'tyapti. Eng asosiysi, e'tibor qiladigan jihati, bu parad har kuni bo'lib o'tadi 18:30 da. Ushbu
arka ostida noma'lum askar qabri bor ekan. Aynan mana shu qabrga hurmat yuzasidan ham, mana shu askarga hurmat yuzasidan ham har kuni mana shu yerda olov yoqish marosimi bo'lib o'tadi va eng asosiysi yana bir jihati bu olov 100 yildan beri bir kun ham o'chmagan. Arka qurilishi haqida biroz ma'lumot beraman. Bu arka 1806-yilda arkani qurishga buyruq berilgan, albatta Napoleon Bonaparte tomonidan va 30 yil davomida bu arka qurilgan. Yuqorida aytib o'tilgan noma'lum askar qabri bo'lsa 1920-yilda qo'yilgan, ya'ni u Birinchi jahon urushida ishtirok etgan askar hisoblanadi. Arka atrofida 12 tomondan kelayotgan yo'l bir nuqtada birlashadi va yana bir faktga nazar solishimiz kerak. 1940-yilda Fransiyaga hattoki Hitler kirgan davrda ham bu arka ostidagi olov o'chirilmagan. Va aynan mana shu jihatdan bilishimiz ham mumkinki, bu juda ham muqaddas va qadrli askar qabri. Parijning eng mashhur festivallari, davlat tadbirlarining asosiy qismi ana shu arka ostidan boshlanadi va arkadan bu yoqqa yuradigan bo'lsak, do'stlar, bu Champs-Élysées ko'chasi hisoblanadi va bu Parijning eng boy mahallasi, ya'ni bu yerda dunyoning eng top magazinlari joy olgan. O'rtoqlar, orqamda dunyoga mashhur bo'lgan topvoy brend Dior turibdi va mana shu ko'chada nafaqat Dior, balki Louis Vuitton, Gucci, barcha eng mashhur brendlar joylashgan va biz to'g'riga 3 kilometr yursak, bizni bu yo'l Louvre muzeyiga, ya'ni Jocondaga olib chiqadi. O'rtalar orqamda turna qator ochret. Bu hech qanaqa metanga yoki propanga emas, albatta. Bu ochret nonga ham emas, bu ochret kiyim-kechakga. Ya'ni bu Louis Vuittonga bo'lgan ochret o'rtoqlar. Shunaqa, bu ochret hech qanaqa metanga emas, bu Louis Vuittonga do'stlar. Vaqt oliy hakam deganlaridek biz Parijda juda ham ko'p joyni sizlarga ko'rsata olmadik, lekin asosiy ikkita lokatsiya qoldi bugungi ko'rsatuvimizda va bularni hozir aytmayman. O'zingizlar bilasizlar, bilmaganlarga surpriz bo'lsin. Birgalikda borib tomosha qilamiz. Ketdik. Avvaliga bu joy qal'a bo'ldi, keyin esa qirollik saroyi. 1793-yilda Fransuz inqilobidan keyin bu joy xalq muzeyi sifatida ishlay boshladi va bu hozirgi kundagi o'sha mashhur Louvre. Dastlab parijliklar ushbu shisha piramidani yoqtirishmadi, xushlashmadi va bu eskilik sarqiti deya tanqid qilishdi. Ammo kun kelib bu hozirgi kunda Parijning eng go'zal va yiliga juda ko'plab, millionlab turistlar tashrif buyuradigan manziliga aylangan. 1911-yilda mashhur rassom Leonardo da Vincining Mona Lisa asari o'g'irlab ketildi va u 2 yildan so'ng Italiyadan topildi va ortimizda turgan muzeyga yana qayta joylandi. Shaxsiy fikrim, aynan mana shu 2 yillik yo'qolish jarayonida ushbu asar mashhur bo'lib ketgan deb o'ylayman va uni shaxsan o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Uni muxlislari ko'p va sizga ham ushbu muzeyga kelib mana shu asarni ko'rishni tavsiya qilaman, do'stim.
1 minute. 1 minute. 1 minute. Qayerdansiz? Good, good. Okay, okay. Наоборот. Не. No. Вот. To me. Okay. Look, brother. No. It's okay? Yep. If you want, I can shoot. No, it's amazing. And one. No. This is Where are you from? India. India. Uzbekistan. Oh, no. Nice to meet you. You know Uzbekistan? I know. I don't know exactly where it is, but I know Uzbekistan. Okay. Come to Uzbekistan. Sure. Thank you, brother. Bye. Be careful. Okay, thank you. Avvaliga oddiy xalqdan tortib to mashhur shaxslargacha Eyfelni tanqid qilishdi. So'ngra esa bu xalqni, nafaqat xalqni, balki butun dunyoni muhabbatiga sazovor bo'ldi. Eyfel Tower 1887 hamda 89-yillarda 250 mingta bolt ishlatilgan holda qurildi. Azizlar, loyihamizning bosh homiysi Ipak Yo'li banki hamda bizga Ipak Yo'li bankining imkoniyatlari viza kartasi hamrohlik qilyapti. Ushbu karta orqali siz 50 milliongacha bo'lgan summani 55 kungacha bemalol foizsiz olishingiz mumkin va uni ishlatishingiz mumkin. Va yana shuni aytishim kerakki, sizda cashbacklar ham bo'ladi. O'rtoqlar, shu bilan Parijga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuv sizga yoqdi degan umiddaman va agar yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Can't